Bir kishi uyida un qolmaganligi sabab bug'doyni eshagiga ortib tegirmon tarafga qarab yo'l olibdi. Yetib borgach, bug'doyni tushirib olishi bilan eshagi qochib ketibdi. Bug'doyini tegirmonchiga topshirib, eshagini qidirishga chog'lanibdi. Eshagini ortidan qidirib borib topa olmabdi. Bu orada juma namozi yaqinlashganini ko'rib, "Sen qayerga borsang boraver, men Robbimni huzuriga boraman" deb masjidga qarab yo'l olibdi. Juma namozini ado etgach, o'ylanib qolibdi. Tegirmondan unni olib ketay desa, eshagi yo'q. Na iloj uyga qaytibdi. Uyga yaqinlashgach, eshakning ovozi eshitilibdi. Hayron bo'lib xotinidan so'rasa, eshakning o'zi uyga qaytib kelgan ekan. Xotini unga "Qorningiz och bo'lsa kerak, yangi undan non yopdim, keltiraymi?" debdi. U yana hayron qolibdi. Un tegirmonda qolgan. Uyda un qolmagan bo'lsa, xotini qaysi yangi undan non yopganini so'rabdi. Xotini "Qo'shnimiz ham tegirmonga borgan ekan. Tegirmonchi bizning unimizni ham qo'shib berib yuboribdi. Unimiz ham, eshagimiz ham o'z oyog'i bilan kirib keldi" debdi kulib. Kishi xotinidan bo'lgan ishlarni eshitib, "Allohim, men seni bir amringni ojizlik bilan bajardim. Evaziga shuncha ehtiyojimni qondirding. Senga qanchalar shukr qilsak ham kam. O'zingga behisob shukrlar bo'lsin" debdi. Xulosa esa o'zimizdan azizlar.